Buxoro aholisi diqqatiga: farzandingiz gapirmayaptimi yoki rivojlanishdan orqada qolyaptimi yoki yurishda kechikyaptimi yoki sizning farzandingizga har qanday qo'rqinchli tashxislarni, ya'ni nevrologik tashxislarni qo'yib berishdimi? Unda biz yana Toshkentdagi nufuzli nevrologik bolalar shifoxonasining mutaxassislari, men Zufar va Aziz Abduhakimovna, psixolog, defektolog hamda 12 yillik tajribaga ega oliy toifali vrach nevrolog Nodir Yusufovich bilan birgalikda 5-6 iyun kunlari Buxoro shahrining quyidagi manzillarida yana bir bor o'z ko'rigimizni olib boramiz. Bizning profillarimiz orqali bolajonlarimizdagi natijalarni ko'rishingiz, Buxoro shahriga borganimizdagi davolangan bolajonlardagi holatlarni bemalol kuzatishingiz mumkin va konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Bizni taklif qilishdi va biz yordamga oshiqmoqdamiz. Qaytaraman. 5-6 iyun kunlari Buxoro shahrining mana shu manzillarida biz konsultatsiya olib boramiz. Joylarimiz albatta cheklangan. Konsultatsiyaga navbatga yozilish uchun mana shu videoda ko'rsatilgan telefon raqamlariga murojaat qiling. Biz mutaxassislar farzandingizdagi autizm, raz, ZPR, mikrosefaliya, gidrotsefaliya yoki boshqa yana har qanday nevrologik tashxislarda yordam berishga, farzandingizda natijalar bo'lishiga hamda sizlarni to'g'ri yo'lga yo'naltirishga bor bilimimizni sarflashga tayyormiz. Buxoroda ko'rishguncha salomat bo'ling.